bilet qanaqa bo'lasan o'zi? Endi o'rta shu desang, to'y boshlab qo'ydim. O'g'limni o'ylantiryapman. Hozir Ha? nima deyotding? Shu desang, o'rta Hozir. ha? Iye. Hey! Mana endi gapir. Xullas, o'rta. Gap bunda. Voy. O'tirmamin. Bilet qanaqa bo'lasan o'zi? Xodimni qaqqa cho'psam, gapimni eshitasanmi, yo'qmi? Nima bo'lgan senga o'zi? Usto prostatamda muammolar bor. O'shaning uchun tarabiqqa ham chiqa olmayapman. Gapgashtaga ham qo'shila olmayapman. Odamlar orasiga kira olmayapman. O'zim ham shunaqa deb o'ylovdim. Yaqinda oldimga bir yaqin tanishim siz yuqorida ko'rgan holat bilan murojaat qilib keldi. Unda prostata bezi adenomasi bo'lib, 5 yildan beri uni qiynab kelgan. Hattoki kechalari taroveh namoziga ham bora olmay qolgan. Tahorat olib chiqadi, keyin siydik tuta olmay tahorati buzilib qoladi. Biz unda maxsus tekshiruvlarni o'tkazib, undan so'ng kichik bir zamonaviy operatsiyani o'tkazdik. Operatsiya davomiyligi 1-1,5 soat atrofida bo'ldi. 5 yildan beri qiynab kelgan muammosidan butunlay bemor qutuldi. Agar sizda ham siydik bosimining pastligi, hojatga tez-tez qatnash, hojatga borib kelgandan so'ng yana hojat qilish hislari paydo bo'layotgan bo'lsa, siydik tutolmaslik bo'layotgan bo'lsa, qabulimizga murojaat qiling. Biz sizga yordam berishdan mamnunmiz.